Albatta endi Qozog'iston terma komandasi juda kuchli. Men unga birinchi o'tgan vzrost paytimda yutqizgandim Braziliyada. Hozir match revanch bo'ldi. Alhamdulillah yutdik. Albatta birinchi bo'yda o'tkazib oldik. Bu ikkinchi bo'yimiz bo'lgani uchun ancha ochildik. Moslashib, ob-havoga, ringga uje moslashib bo'ldik. Xudo xolasa chempion bo'lib ketamiz. Aka, sizning fikrlaringiz davomida qiziq. Qozog'istonlik bokschi ham begona emas, o'zimizda trenirovka qilgan, bir-birimizni yaxshi bilamiz. Mana birga tayyorgarlik ko'rib keldik. Juda potensialni bola, juda potensialni, chunki trener sifatida qarayman-da, har doim potensialiga nima qilaman. Hozirgi jangga keladigan bo'lsak, birinchi Akmal Braziliyada yutqizgan edi. Hozir revansh jangi bo'ldi, lekin bir narsani aytaman, Akmal jahon chempioni bo'lib ancha o'sdi. Bu o'ziga awareness beradi, jahon chempioni bo'lishi, nima qanday desam, motivatsiya beradi, jahon chempionligini o'zi his qilib turadi. O'sha shu tarafdan o'ziga uverенlik nima qilib, g'alaba qozondi. Bunda qaraganda hamma o'sha Qozog'iston, O'zbekiston bokschilari teng kuch raqib hisoblanadi. Kimni psixologически kimdir ana tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa, ringda kimni o'ylagan narsasi chiqsa, o'shagina yutadi. Demak, shu qozoq bokschilarga qarshi bokschilar bilan alohida psixologik jihatdan o'zingiz ish olib borasiz. Albatta, o'zim ish olib bormayman, hamma ish olib boradi, jamoa. Chunki bitta qozog'istonlik emas, rossiyalik bokschilar bilan, kuchli bokschilar bilan har doim shunday psixologik o'tgan oldingi janglardan kelgan tajribani shu paytda qo'llaymizda, o'shanga qarab nima chiqaramiz, qaror chiqarib o'sha taktika bilan ishlaymiz.